qisqagina umrida hamma ishni qila olgan, hammani qalbidan joy ola olgan insonni xotirlab o'tiribmiz. Mana xotiraga oladigan risolarimiz juda ham ko'p. Lekin ularni farzandlar bo'yimiz bilan bo'ylashganda, xuddi ular bilan birga yurgandek bo'lamiz. Lekin Nosirjonning umri qisqa ekan, ammo qisqagina hayoti davomida juda ham katta ishlarni, hammani, erkaklar nafaqat ayollarning qalbida xuddi o'zini farzandidek qola olgan inson. Mana shu yerga maktabga ishga kelganimizda mana shu sinfni Zamira ham sinf rahbarlik qilganlar. Men Nosirjonni hali ham mana sinfdoshlar eslasa kerak. Turli xil tadbirlarni juda ham oyamiz ko'p o'tkazadilar. 1-oktyabrda o'qituvchilarga tadbir o'tkazib berishgan. Mana shu tadbirda Nosirjon xalatlarni kiyib olib, jinnilar barnisasini shifokori bo'lib rol o'ynagan. Mana Akramjon uchrashuvga chiqqan yigit rolini o'ynab, mana o'sha paytda qalbimizdan chuqur joy olishgan. Aytadi ustozlar o'quvchilarni har bittasini eslab qoladi. Ayniqsa yaqinlaridan ham ko'ra, yaqinlari haftada ko'rar, 3 kunda ko'rar, lekin ustozlar doimiy ko'rishga moslashib qolgan. Yaqinlardan ko'ra biz juda ham ko'p sog'inamiz, juda ham ko'p eslaymiz. Har farzandini ko'rganda, turmush o'rtog'ini ko'rganda bu inson qalbimizda qoladi. Qancha xotirlasak, shuncha kam. Kelganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Bizni bugungi ilm dargohimizga kelgan aziz mehmonlar. Kelganingizdan xursandmiz. Nosirjonni